Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan eng zo'r metod yordamida 5-6 nafar qizdan keyin o'g'illi bo'lgan mijozlarimning o'g'il oylarini aniqlashga yordam bergan islomiy kalendar, mana shunday kalendarda qanday qilib o'g'il oyini chiqarishni o'rgataman. Men bu mijozni kommentariyadan tanlab oldim. Eng ko'p o'zini yaxshi fikrlarini yozib qoldirgan va kommentda o'zini mana shunday ma'lumotlarni qoldirgan aktiv obunachilarimni men shunday video qilib chiqaraman. YouTube kanalimni ko'rishingiz mumkin. Juda ko'plab mijozlarga mana shunday hisob kitoblar qilib berganman. Demak, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Avvalo onaning yoshi. Men bugun faqat ona orqali eng zo'r o'g'il oyini chiqarishni 2026 va 27-yillar uchun ko'rsatib, o'rgatib ketaman. Buning uchun shunchaki videoga like bosib, kommentga eng yaxshi fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Sababi kimga keyin nimani tilasangiz, o'zingizga ham shunday niyat keladi. Shunday ulug' kunlarda bugun islomiy kalendar orqali mana shu aziz obunachimni, ya'ni yillarini yozib oldim. Turmush o'rtog'iniki yo'q ekan, o'shaning uchun faqat onani yili asosida men bugun 4-5 ta usulda eng zo'r o'g'il oyini chiqarib beraman. Sizlar ko'ringlar, bitta eng zo'r usul yordamida o'zingizlarni o'g'il oylarni bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va albatta, istalgan usulni biz sinab ko'rishimizdan oldin bu usulni natijalar qanday bo'lganligini ko'rib chiqishimiz kerak. Marhamat, hozir men beradigan natijalar bilan tanishing va albatta bitta oq qog'oz olishni unutmang, sababi hisob kitobda yozib borishimiz uchun bizga mana shunday oddiy bir qog'oz kerak bo'ladi. Daftar olsangiz ham bo'ladi. Mana men har bitta mijozimni hisob kitobini mana shunday daftarga yozib, hisob kitob qilib kelaman. Bular mana har bittasiga o'xshab YouTube orqali murojaat qilayotgan mijozlarimniki. Menga bog'lanish uchun esa berilgan lichka orqali kommentariyada berib qoldirganmiz, shu orqali bog'lanishingiz mumkin. Faqatgina men hammaga javob yozishga ulgurmay qolaman. Bir kunda 5 ta 6 ta mijozgagina xizmat qilib hisoblab bera olaman. Shuning uchun iltimos, faqatgina maqsadi jiddiy, niyati jiddiy bo'lgan obunachilarim bemalol menga bog'lanishingiz mumkin. Endi esa natijalar bilan diqqat bilan tanishib chiqing. Juda zo'r natijalarni sizlarga ko'rsatib o'taman. 4 nafar shiringina qizaloqdan keyin mana shu polvonchamiz dunyoga keldilar. Mashalloh, niyat qilgan barcha obunachilarimga nasib qilsin deb qolamiz. Qaranglar, bu mijozim mana yuqorida ham yozganlar, o'g'ilchalar tug'ilganlarida va bu yillar meni eslab rahmat etib yozyaptilar. O'g'ilchalik bo'lgandim, o'g'lim katta bo'lib qoldi, rahmat opa deb. Mana tug'ilgan vaqtlarda rasmlarni yuborganlar. Assalomu alaykum Gulnora opajon, meni tanidingizmi? Sizdan taqvim olgandim esingizda bo'lsa deb 2022-yil fevral oyida yozyaptilar. Xudoga shukr, 11-fevralda o'g'illik bo'ldim deb yozyaptilar. 11 haftada qizga o'xshadi deb o'zida aytgan. Mana shu polvonchamizni, mana bu asal toyimizni o'zida 11 haftada qizga o'xshatishgan va oxirida mana shu o'g'ilchamiz dunyoga keldilar. 12 haftada aytilgan 100% o'g'il deb. Boshda qiz bolaga o'xshab ko'rinish holatlari juda ham ko'p uchraydi homilalarda. Shuning uchun avvalo Allohdan duo qilib so'rash kerak. Mana yozyaptilar, 11 haftalikda o'zi qizga o'xshadi deb aytishyapti deb rasmlarni ham tashaganlar. Mana hamma yozishmalarimiz turadi. Qaranglar, 2024-23-yildan boshlab yozishganmiz. Nimaga? Sababi 23-yilda menga birinchi marta murojaat qilganlar va men qizlarini homilador paytlarida 4-homilani qiz deb aniqlab berganman va yozyaptilar. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? 4 qizim bor. 4-qizim sizga hisoblatganimda, ya'ni homila paytida qiz deganman va qiz farzand dunyoga kelgan. 4 nafar qizdan keyin o'g'il uchun harakatni boshladilar va oxirida mana shunday minnatdorchilik bildirib, oxirgi marta mana 1 oy oldin polvonchamizni rasmlarini yuborib, yana bir martaga rahmat etib 1 yosh bo'ldilar deb yozdilar. Hozirda 1 yosh o'g'ilchamiz, 4 nafar qizdan keyin. Shuning uchun hech qachon umidingizni uzmang, farzandni erta kechi yo'q. Buni har doim aytishgan ota-bobolarimiz ham aytib kelgan, o'zimiz ham buni juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun umidingizni uzmang-da, avvalo Alloh deb oddiy sabablarni qilishdan o'zingizni qaytarmang. Mana yana bitta shiringina o'g'ilchamiz dunyoga keldilar. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz deb yozyaptilar mijozim. Men sizdan taqvim olgandim. 17-fevral kuni o'g'illi bo'ldim. Rahmat sizga. Avvalo Allohimga ming shukr, sizni sababchi qildi deb mana polvonchamiz rasmlarini tashab rahmat etib minnatdorchilik bilan yozyaptilar. Bu mijozimda qaranglar qanaqa holat bo'lgan. 2025-yil 11-oktyabrda yozyaptilar. Sanalarni yaqinlashtirib ham ko'ringlar, точно ko'rsatganman. Bular 100% otsivlar. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Mana endi ko'rsatdi. Ishonsam bo'ladimi o'g'illigiga deyaptilar. 20-21 haftalik homila. Nimaga? Sababi ba'zi holatlar bo'ladi. Homila, ya'ni qiz bo'ladigan bo'lsa ham o'g'il
bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Tug'ruqgacha ham shunaqa holatlar bo'lgan, mijozlarimda uchragan. Yokida homila o'g'il bo'lib turib, qiz bo'lib ko'rinib qolgan holatlar ham tug'ruqgacha uchragan. Juda ham ko'p marta. Bu mijozimda ham nima uchun ikkilanayaptilar? Sababi 12 haftada o'zi o'g'il degan, 13 haftada qizga o'xshab turibdi deyishgan. Ya'ni bir hafta o'tib boshqa javobni beryapti o'zida. Ular ham ko'ringanini aytishadi, bu o'zida mutaxassis nayb emas, bu homilaning ko'rinishiga qarab ular ham bor ilmi bilan ko'rib berishga harakat qiladi. O'shaning uchun har doim aytamiz, avvalo Alloh 20-21 haftada o'g'il deb zo'r ko'rib aytib berishgan va oxirida mana yozyaptilar, rahmat o'g'illi bo'ldim, sizni sababchi qilgan ekan deb yozyaptilar. Bu mijozim birinchi marta men bilan qachon yozishni boshlaganlar, qaranglar. 2024-yil noyabr oyida assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'g'ilga taqvim olish qancha deb sizga o'xshab YouTubedan meni izlab topib yozib boshlab, mana oxirida rahmat etib o'g'ilchalarning rasmlarini yubordilar. Ilohim niyat qilgan hamma aziz obunachilarimga nasib qilsin. Mana yana bir mijozim mendan o'g'il farzand uchun 1 yillik taqvim olganlar va polvonchani rasmlarini yubordilar. Shunday chiroyli kunlarga niyat qilgan har bitta obunachimga yetkazsin. Mana shunday, mana 1 yillik taqvim deb yozyaptilar va shiringina o'g'ilchamiz dunyoga keldilar. Mashalloh deb qo'yinglar xolalari, ilohim hammalaringizga nasib qilsin. Shunaqa shirindan shakar o'g'lonchalarga, polvonchalarga onajon bo'lish, Muhammadlarga onajon bo'lish nasib qilsin. Demak, bu 1 yillik taqvimimizning natijasi. Bizda taqvimlarning 2 xil tariflari bor. Har doim aytib o'tganimdek, Telegram orqali menga bog'lanib, bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Taqvimlar qanday qilinadi va necha oylik taqvimlar bor? Endi esa hisob-kitobimizni boshlaymiz. Qaranglar, demak, birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladi onaning tug'ilgan yili, kuni va oyi kerak. Bu onaning yoshini biz 2026-yil uchun hisoblasak, 26-yil uchun yoshini chiqarib olamiz. Demak, bu onani hozirgi paytdagi yoshi fevral, 4-fevralda tug'ilgan kuni. Yoshini olamiz 31. Ba'zi taqvimlar uchun bu onaning yoshi 32 hisoblanadi. Ya'ni 1 yosh qo'shiladigan, 8 oy, 9 oy qo'shiladigan usullar bor va ba'zilar uchun esa hattoki 33 yosh deb olinadigan holatlar ham uchraydi. Mana shu hozirgi paytdagi bizda taqvimda ko'rishimiz uchun onani kerak bo'ladigan yosh hisoblari. Men oldindan yozib oldim o'zimga kerak bo'lishi uchun, lekin men mijozlarimdan yana qo'shimcha sifatida o'zim hisob-kitob qilganimda otani tug'ilgan yilini olaman, sababi otani hisob-kitobi bo'yicha ham o'g'il oylari chiqariladi. Bugun aynan onaniki, aynan sizniki orqali chiqishini o'rgataman. Demak, bu taqvim uchun bizda ona fevral oyida tug'ilganligi uchun onaning yoshini aynan hozir 2026-yilda 31 deb oldik. Bu birinchi usul, ya'ni islomiy kalendarni birinchi usul deb oldim sizlarga ko'rsatish uchun va onaning yoshi bu paytda 31 yosh bo'lyapti. Ammo ona, ya'ni o'tgan safar ham aytgandim, 1-2 oyda tug'ilganlar uchun biz 8 oy qo'shamiz. 8 oyda onaning yoshi oshishi mumkin yoki oshmasligi mumkin. Bu onaning yoshi bu kalendarda oshmaydi, 31 ligicha qoladi. Lekin ko'pchilikda yosh 32 ga o'tib ketadi. Ya'ni bu bunaqa 1 yosh qo'shiladigan emas. Aynan 1, 2, 3 oyda tug'ilganlar uchun biz 8 oy qo'shamiz. Bu kalendarning qoidasi shunaqa. Bizda ona haligacha 31 yoshida qoladi. Shunda ko'ramiz, demak, birinchi usulda 31 yosh bo'lgan onada 26-yilda qaysi oylarda o'g'il tug'ilishi mumkin? Sizga yaltirab qolishi mumkin. Men yozib yana ko'rsataman, qarang. Demak, yanvar oyi o'g'ilga kelyapti onada va mart oyi o'g'ilga kelyapti. iyul va shuningdek sentyabr va 11-oy. Hozir ko'ramiz-da, noyabr kelyapti, dekabr kelyapti. Shunda umumiy olganda nechta oy chiqdi bizda? Mana bu joyga yozamiz. Yanvar oy o'tib ketgan, shunda ham men hisob-kitob sizga to'liq o'rgatish uchun ko'rsatib beryapman. 1-oy, yanvar oyi, 3-oy, mart oyi, 31 yoshda, yana 6-7. Siz o'zingiznikini ko'rasiz mana. Mana shu joyda to'xtatib olib, o'zingiznikini ko'rib yozib oling. Demak, bu ayolniki 6-7-oy. Ko'ryapsizmi? Bitta usulning o'zida juda ham ko'p oila o'g'ilga kelyapti. Hozir u qisqarib ketadi, chunki men yana usul qo'shaman. Bu oilani eng yaxshilarini, eng zo'rlarini iloji boricha chiqarib olish uchun. Demak, hisob-kitobimizda hozir bu onada nechta oy o'g'ilga kelyapti? Ya'ni islomiy kalendarning birinchi qismi bo'yicha. Bu kalendarning o'zining 4-5 xili bor. Men faqat
o'zim osonroqlarini sizlarga beraman. Murakkablarida mana ko'rib turibsiz, hisob kitoblarimni yuqorida ham ko'rsatib o'tdim. Bu hozirgi daftarim. Bunaqa daftarlar menda to'lib toshib ketadi, chunki hisob kitobga juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Demak, bu mijozimizda birinchi oyida, birinchi yilida, demak 26-yilda mana shu oila o'g'ilga kelyapti. Ikkinchi yil uchun esa boya aytganimda yosh hisob kitobi chiqarilib, keyingi yili ko'riladi. Demak, nechta oy keldi bu mijozda? Birinchisida 7 ta oy keldi. Mana bu yerga yozib olamiz. 7 ta oy chiqyapti. Endi men qolgan usullar nisbatan murakkabroq, lekin sizda chiqarib oxirigacha nechta usul qolishini hozir ko'rsataman. Diqqat bilan hozir kuzating va ko'ring. Men oxirgi natijani hozir sizga beraman. Shuningdek, agar siz ham aynan mutaxassis yordamida, aynan meni o'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga kiring. Bizda Telegram lichka berilgan va Telegram lichka orqali menga bog'lanishingiz mumkin. Men bir kunda ko'p mijoz bilan ishlay olmayman, to'g'ri tushuninglar. Bir kunda joylar chegaralangan. 4 ta 5 tagina mijozga hisob kitob qilib bera olaman, xolos. Juda ko'pchilik yozadi, javob yoza olmay qoladigan holatlarim ham bo'ladi, ammo iloji boricha men sizga yordam berishga va aniqlashga harakat qilaman. Endi qaranglar, birinchi o'rgatgan usulimni sizlarga ko'rsatib chiqdim. O'zingizlarnikini hisoblab yozib ketinglar. Bu mijozimda birinchi usul yordamida 7 ta oyi o'g'ilga chiqyapti. Va ikkinchisi, men bu usullar, uchala usulni ham tekinga YouTube'da o'rgatib berganman, hurmatli obunachilar. Shuning uchun diqqat bilan kanalimga obuna bo'lib, videolarni ko'rib chiqinglar. Birinchi usulda 7 ta oy chiqyapti. Ikkinchi usulni qo'shganimizda bu Xitoy taqvimini oddiy format. Men sizlarga berganim, buni 5-6 xili bor. Demak, bu yordamida biz 3 ta oyni chiqara oldik va 3 ta oydan keyin buni yana bir marta tekshirib, Xitoy taqvimini ikkinchi qismida ko'rayotganimizda keyin bittagina oy qolyapti. Bu qaysi oy? Ya'ni mart oyi qolyapti bo'ladi. Bitta may qoldi. 12 bilan 1 tushib ketyapti. Ikkinchi usul tasdiqlamadi bu oylarni o'g'ilga kelayotganini. Uchinchi usul yordamida esa 3 ta oy o'g'ilga chiqyapti. 3, 6, 9. Endi biz oxirida 4-chi bo'lib nima qilamiz? Umumlashtiramiz. Ya'ni birinchi usulda 3 raqam o'g'ilga tasdiqlanyapti, ikkinchi usulda yana 3 raqami o'g'ilga tasdiqlandi, ya'ni oy bu mart oyi va uchinchi usul yordamida yana bir martaga mart oyi o'g'il oyi deb tasdiqlandi. Demak, bu mijozda nima bo'lyapti? Katta ehtimol bilan mana shu kelayotgan oy bu yil hisobida eng zo'r o'g'il oyi bo'lib kelyapti. Agar bular bu foizni o'tkazib yuboradigan bo'lsalar, bu yuqorida, bu yuqori foiz keladi. Men yana qo'shimcha usullar qo'shib, buni foizini katta ehtimol bilan 70% dan 90% gacha chiqaraman. Bu hisob kitobda ma'lum bo'ladi, yoki oshadi, 75, 80 yoki 90 gacha chiqib ketishi ham mumkin. Ikkinchi oy esa nisbatan 9-oy kelyapti. Sentyabr 2 ta oy, 2 ta usulda tasdiqlanyapti. Bu degani buni foizi keladi 55% dan hisob kitobimga qarab turib 75% gacha. Buni foizini men o'zimning ish usulimda chiqaraman, yana qo'shimcha yaxshi usullarni qo'shish yordamida. Demak, bugun sizlar uchun mana shu qiziqarli bo'lgan bitta usulni berib o'tdim. Ko'rib turibsiz, birinchi usulda 7 ta oy chiqib, keyin qisqarib, oxirida shundan terilgan 2 tagina oy orasidan 2 tagina oyni biz yaroqli deb oldik. Avvalo Alloh, men xuddi mana shunday qilib murakkab usullarda taqvimlar tuzganimda eng ko'pi 7-8 qizdan keyin mijozlarim o'g'il farzandli bo'lganlar. O'tgan yil yana bir mijozimiz o'g'il farzandli bo'ldilar 6 qizdan keyin. Shuning uchun avvalo Allohdan biz sababini qilamiz xolos. Demak, bu kuzatuvchim meni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizda katta ehtimol bilan 3-oy, ya'ni mart oyi o'g'ilga kelyapti deb ayta olamiz. Katta ehtimol bilan. Demak, siz ham o'zingizni o'g'il oylaringizni mutaxassis yordamida bilishni istasangiz, kommentariyadagi lichka orqali yana aytib o'tganimdek menga bog'lanishingiz mumkin. Bu usul esa men sizga qiziqish uchun berib o'tgan bitta eng yaxshi islomiy kalendarlardan bittasida o'g'il oylarini chiqarish edi. Qolgan usullarni bilish uchun esa kanalimga obuna bo'ling va kommentariyada o'zini eng ko'p va yaxshi izohlarni yozib qoldirgan meni aktiv obunachilarimga men xuddi mana shunday hisob kitob qilib eng zo'r o'g'il oyini chiqarib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.